Bu sizni ko'z ochib ko'rgan podshipnigingiz. Buni zanglaganini qarang. Nima uchun bunchalik zanglagan deb o'ylaysiz? Chunki siz o'z vazifangizni bajarmagansiz. Bajargansiz, faqatgina boshqa kerak bas podshipnik uchun. U podshipnik shunchalik ko'p moylanganki, yaltillab moyga botib ketgan. Lekin odamda shubha uyg'onadi. Shu barcha moy bitta moy idishga tegishlimi? Keling shuni bir ko'ramiz. Ortib qoldi. Lekin bu ortgan moy kimga tegishli? Bu ma'lum emas. Lekin eng qo'rqinchlisi bu emas. Eng qo'rqinchlisi zanglagan podshipnik. Chunki u doim moyga muhtoj. Tag'in bitta yarimtasi moydan tomizib ketmasin. Farg'onada joylashgan Car Studio avtoaksessuarlar do'koniga homiylik uchun tashakkur aytamiz.